shunday qilgan. To'g'rimi? Nima uchun bizda yolg'onchi, yalqov, munofiqona sifatlari bo'ladi deyapmiz? Chunki Alloh Qur'oni Karimda munofiqlarni zikr qilganda mana shu sifatlarni qo'shib zikr qilgan. Innal munafiqina yukhadi'unalloha va huwa khadi'uhum. Shubhasiz munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladilar, holbuki Alloh ularni aldaydi. Qo'shtirnoq ichida. Ya'ni ular aldanadilar o'zlari. Aldanayotgan bo'ladilar. Va idza qamu ila as-salati qamu kusala. Qachon namozga tursalar yalqovsirab turadilar. Subhanalloh. Yura'una an-nasa va la yadhkuruna Alloha illa qalila. Odamlarni ko'ziga riyo qiladilar. Allohni juda oz zikr qiladilar. Yalqov uyga kirib olib yotib Allohni zikr qilyapti deysiz. Qur'on tilovat qilyapti deysiz. Yalqov namozga kech chiqadi yo chiqmaydi, bir ozgina zarra bahonani qilib uyda to'xtamay namoz o'qiyapti deysiz. Yo'q. U yalqov. Allohning zikrini kam qiladi. Namozga kech chiqadi. Chiqmaydi. Ozgina bahona bo'lsa yotadi. Astagfirullah. Nauzu billah. Bu munofiqlarning sifatlarida bor, lekin biz qo'rqishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundan panoh so'ragan. Nimaga musulmonlar panoh so'ramaydi? Nimaga musulmonlar namozga tez bormaydi, yugurmaydi, vaqtida chiqmaydi? Orqadagi saf baland bo'lib turadi imom salom bergandan keyin. Mana shu emasmi? O'sha o'xshab ketadigan joylari munofiqlarga. Munofiq deyotganimiz yo'q. Munofiq o'xshab ketadi. O'sha 4 ta munofiqning sifatini sanalganda ham ulamolar buni tahlilida bu munofiq deyishmagan. Munofiqqa o'xshab ketadi deyishgan. Munofiq bu kofir degani. Na'udzu billahi minal kufri wan nifoq. Lekin yalqovlik o'xshab ketadi ham. Yalqov odam yolg'onchi bo'ladi. Yalqovligini yashirish uchun yolg'on gapirmasa bo'lmaydi. Yalqovman deganmi bironta yalqov? Bironta dangasa? Yo'q. So'rasangiz, qator bahonalarni taxlab qo'yadi. U bahonani to'qib yotadi yotgan joyida ham. Aybini bo'yniga olishni istamaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayra rivoyat qilgan hadisda aytadilar: "Inna asqala salatin alal munafiqina salatul isha'i va salatul fajr." Munofiqlarga eng og'ir keladigan namoz xufton va bomdod namozidir. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. Agar bu ikki namozda bor savobni bilganlarida edi, emaklab bo'lsa ham kelgan bo'lardilar. Savob kerakmi, najot kerakmi, oxiratda jannat kerakmi, jahannamdan qo'rqasizmi, do'zaxdan qo'rqasizmi? Agar do'zax olovi turgan bo'lsa kasal yotadimi? Emaklab bo'lsa ham qochmaydimi? Najot tomonga qarab. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ. Men shunday bir ish qilayimmi deb o'yladim ham deydilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Namozga bir kishini buyursam, azon takbir aytilib boshlansa, keyin bir odamga buyursam, ya'ni namozga imom bo'lib o'qisa, boshlasa, keyin bir guruh odamlarni olib qo'llarida o'tin bilan uylarini aylansam, namozga kelmayotganlarning uyiga borib, ularning uylariga o'tin qalab o't yoqib yorsammi deb ham o'yladim deydilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ravohul Buxoriy va Muslim. La havla va la quwwata illa billah. An Abi Hurayrata yablughu bihi an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yaqidu ash-shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqadin idha nama. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlardan biringiz uxlagan paytda shayton kelib uning gardaniga, boshining oxirgi qismiga 3 ta tugun tugadi. Har bir tugunga o'zicha dam soladi. Uzun kechasi bilan uxlagin deb dam soladi. Agar kimdir uyg'onsa va Allohni zikr etsa, bitta tugun yechiladi. Tahorat qilsa, ikkita tugun yechiladi. Namoz o'qisa, tugunlar hammasi yechiladi va shunday qilib u nashid, g'ayratli va ko'ngli toza, tabiati toza holda o'rnidan turadi, tong ottiradi. Illo aksi bo'ladigan bo'lsa, u xabisun nafs bo'lib, kaslan, yalqov bo'ladi.
Yalqovsirash, yalqov odamlarni ishlaridan, tabiatlaridan yoki odatlaridan biri ham shu. Ya'ni ular kechasi uyg'onmaydi. Uyg'onsa ham bir xirillab, bir do'rillab, xurrayni otib, bu yoqdan bu yoqqa bir ag'anab, pishillab uxlayveradi, xonalarni isitib. Alloh taolo barchamizga yalqovlik kasalidan qutulishimizni nasib etsin. Hammada bo'ladi yalqovlik. Avvalroq suhbat etganimiz ahmoqlikdan xoli odam yo'q. Mana shu yalqovlik ham ahmoqlikning bir ko'rinishi. Birovda ozroq, birovda ko'proq. Ko'prog'i ko'rinib qoladi. Ozrog'i ko'rinmaydi. Ozrog'idan ham Alloh panoh bersin, ko'prog'idan ham asrasin. Endi munofiqlar bilan jihodga qanday ularning munosabatini ham yozishgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayatid dunya min al-akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Qaysi sura? Tavba surasi. Ey iymon keltirgan insonlar, sizlarga Alloh yo'lida chiqinglar deyilsa, nima bo'ldi? Yerga yopishib oldilaringiz? Dunyo hayotiga rozi bo'lib qoldilaringizmi? Oxiratni qo'yib dunyo hayotiga rozi bo'ldinglarmi? Bas dunyo hayotining matosi oxirat oldida oz narsadir. Dunyo hayotining matosi. Dunyo hayotini bir mato desangiz bo'ladi. Bu bir mato, oxiratning oldida juda ham oz narsa. Alloh taolo deydilar, mana As'ad Havmat bu oyatning tafsirida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Tabuk g'azvasiga chiqqan paytlarida orqada qolgan, bu g'azvaga chiqmasdan bekinib qolib ketgan odamlarni mana shunday tanqid qilgan, mazammat, malomat qilgan. O'sha payt rosa ham qattiq issiq bo'lgan, mevalar rosa ham g'arq pishgan payt edi. Hayna tobatis simaru wad-dilalu va kana al-vaqtu harran qa'idan. Soya salqinlar juda qadri oshgan, shirin bo'lgan mevalar issiq nihoyatda qattiq bo'lgan paytda edi bu. Alloh o'shanday holatda odamlarni mana chiqmaganlarni mazammat qildi. Takasaltum va tabata'tum. Nimaga sizlar yalqovlik qildinglar, dangasalik qildingiz deydi. Va miltum ila da'ati wal iqamati fi dhilli wa tibi thimar. O'sha rohat, farog'atga moyil bo'ldingiz. Shunga mashg'ul bo'lib qoldingiz. Shunga kifoyami? Shu sizga yetadimi oxiratnikini o'rniga? Oxiratni qo'yib shu narsa sizlarga yoqadimi? Bo'ladimi shuni o'zi? La havla va la quwwata illa billah. Undoq emas. Undoq bo'lish kerak emas. Oxiratnikini oldida bu hech narsa emas. Alusi shu oyatning tafsirida yozgan ekanlar: "Istaqaltum ma'ilina ila dunya", dunyoga moyil bo'lib yalqov bo'ldilaringiz. Uning o'tkinchi shahvatlariga berilib, dangasa yalqov bo'ldilaringiz. Amma qalil, yaqinda ozginada yo'qib ketadi. Va karihtum mashaqqal jihadi wa mata'ibuhu al-mustatbi'ati lir-rahatil khalida. Sizlar jihodning mashaqqatlari, qiyinchiliklarini yomon ko'rdingiz. Karih ko'rdingiz, yoqtirmadingiz. Bu mashaqqatlar abadiy rohat taqozo qiluvchi mashaqqatlar edi. Sizlar o'shani yoqtirmadingiz. Wal hayatil baqiyati aw ila al-iqamati bi ardikum wa diyarikum. Boqiy hayotga olib boradigan mashaqqatlarni yomon ko'rdingiz. Yoki ikkinchi ma'nosi, o'zingizning yeringizda, vataningizda mustahkam, boqiy bo'lib yashashingizni ta'minlaydigan jihodning mashaqqatlarini yomon ko'rdingiz. Ikki xil ma'no bor ekan, birinchisi kuchliroq deydi. Endi hozir biz buni nima uchun aytyapmiz? Bugun musulmonlarni oddiy solih amallarga chaqirilsa, yalqovlik qilishlari uchun gapiryapmiz buni. Bugun musulmonlarni biz jihodga chaqirayotganimiz yo'q, qurolli jihodga chaqirayotganimiz yo'q. Qo'limizdan kelmaydigan ishga chaqirmaymiz. Biz musulmonlarni chaqiradigan yoki musulmonlar bir-birlarini chaqirayotgan, o'rinli chaqirayotgan ishlar, ya'ni mana shu tinch yo'llar bilan qilsangiz bo'ladigan, birov yo'lingizni to'smaydigan ishlar bilan Alloh yo'lida ham harakat qilsa bo'ladi-ku. Jihodning turlari bor-ku, turli xil turlari bor-ku. To'g'ri so'zni gapirish ham jihod,
o'zingiz nafsingizga qarshi ham jihod, ilm olishingiz ham jihod, halol mehnat bilan islom va musulmonlarga manfaat yetkazish, foyda yetkazish uchun mashaqqat chekishingiz ham jihod. Bu jihodning ma'nosi mashaqqat, mehnat, bor quvvatini hammasini ishga solish degani. Jon jahdi bilan mehnat harakat qilish. Chunki jihodda shunaqa jon jahdi bilanda, yo hayot yo mamot. O'sha ma'nosidan olib, hayotda ham shunaqa astoydil mehnat, ya'ni mehnat bilan o'zini o'ldirish deyilmaydi. Astoydil mehnat. O'rtacha mehnat hech bo'lmasa. O'rtacha mehnat qilishga odamning ozgina joni koyiydi, nafsi ozgina charchaydi. Odamlar shunga toqat qilmaydi. Odamlar shunga rozi bo'lmaydi. Endi qarang, Alloh taolo jihodga chiqmaganlarni qoralabdi Qur'oni Karimda. Oddiy mehnatga, islomiy xizmatga, jamoat ishiga kelmaydigan, chiqmaydiganlarni oqlaydimi? Yoki bular o'sha paytda bo'lganda chiqarmidi? O'shanday mashaqqatga chiqarmidi? Hozir oddiy mehnatga, oddiy jamoat ishiga yoki oddiy da'vat ishiga, islom ishiga, musulmonlar ishiga, ilmga, darsga yalqov bo'lgan odam bu oyatda aytilayotgan narsaga chiqadi deb o'ylaysizlarmi? Yo'q, men unaqa deb o'ylamayman. Balkim xato qilayotgandirman. Lekin yalqovlik, dangasalik mana shunaqa ahvol. O'sha munofiqlarni ham rasvo qilgan shu yalqovlik. Na'udzu billah min zalik. Mana bir tomonda endi aqllilar deb qaraladiganlarning yalqovligi, ikkinchi tomondan oddiy insonlarning yalqovligi. Ikkalasi ham bor. Qo'shilsa xalq, omma, musulmonlar yoppasiga qoloqlashib ketaveradi va boshqa xalqlarning quliga aylanib o'zini o'zi xor qilish bo'ladi. Na'udzu billah. Bo'lmasam Alloh taolo musulmonlarni aziz qilib yaratgan. Aziz insonlar, lekin o'zini o'zi inson qadrini bilmasa, o'zini sharmanda qilsa, o'zini xor qilsa, o'zini yomon ahvolga solsa, uni musulmonligi foyda bermaydi. Oxiratda do'zaxdan kuyib azoblanib jannatga chiqishiga yordam beradi. Bu dunyodagi xorlik, na'uzubillah, shuni o'zi ham odamga botib ketadi-yu. Mana shu dunyodagi yalqovsirash, orqadagi oyoq bo'lib yurish, eng xalqlarni qalog'i bo'lib yurish botadi-ku odamga, a? Botmaydimi? Shu narsa ravo ko'radimi insonlar o'ziga? Do'zax olovini u yoqda qo'yib turing. Alloh asrasin, na'uzubillah minan nar. Na'uzubillah min xizyi dunya val oxirati va azabayhima. Alloh taolodan panoh so'raymiz. Bu yalqovlik ikki dunyo azobi. Ikki dunyoda azob, xorlik keltiradi va jazo bo'ladi ikki dunyoda. Na'uzubillah. O'sha yuqoridagi oyat Tavba surasining 38-oyatida undan keyingisi illa tanfiru yu'azzibkum azaban alima va yastabdil qauman ghayrakum degan. Agar sizlar chiqmasangizlar, Alloh sizlarni qattiq azobga tutadi. Azob beradi sizlarga. Achchiq azob. Va sizlardan boshqa qavmlarni o'rningizga keltiradi, almashtiradi sizlarni. Wala tadurruhu shay'a. Sizlar hech bir narsaga ziyoningiz tegmaydi. Ya'ni Allohning yo'liga, diniga, islom ishiga zarar keltira olmaysizlar. Allohning aytgani bo'ladi. Islom ishi bo'ladi. Musulmonlar ishi rivojlanadi. Vallohu ala kulli shay'in qodir. Alloh hamma narsaga qodir zotdir. Alloh taoloning azobi har xil turli yo'llar bilan bo'ladi. Nauzubillah. Balo, ofat kelish mumkin, kasalliklar bo'lishi mumkin yoki zolim bandalarni qo'liga topshirib qo'yishi mumkin. Zolimlar hukmron bo'lib, musulmonlarni azoblab, qiynab, shunday kun o'tishi mumkin. Bu ham azob. Alloh buyurgan ishni qilmaslikdan kelib chiqadigan, yalqovlikdan kelib chiqadigan oqibat. Nauzubillah. Yoki yana shu Tavba surasining 86-87-oyatlarida va iza unzilat suratun an aminu billahi va jahidu ma'a rasulihi ista'zanaka ulut tawli minhum. Agar sura nozil bo'lib Alloh taolo tomonidan Allohga iymon keltiringlar va rasuli bilan birga jihad qilinglar deyilsa, ularning ichidagi boylik va quvvat egalari ruxsat so'ray boshlaydilar. Ya'ni shu ishdan o'zlarini olib qocha boshlaydilar. Va qalu zaruna
نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ular o'sha orqada qolgan, chiqmay bekinib qolganlar bilan birga bo'lishni istashadi, shunga rozi bo'lishadi. Va alloh taolo bularga mana bu jazoni bergan, ya'ni va tubi'a ala qulubihim, qalblariga Alloh muhr bosgan. Ularning qalbi muhrlangan bo'ladi, ko'r bo'ladi qalbi. Va fahum la yafqahun, tushunmaydilar ular. Tushunmaydigan qilib qo'yadi Alloh. Nauzubillah. Ya'ni bu uning jazosi, yalqovning jazosi bo'ladi. Shu yalqovlikdan bo'layotgan narsalar yoki munofiqlikdan bo'layotgan narsalar. Uning munofiqning qalbini Alloh ko'r qilib qo'yadi. Yalqov ham qo'rqish kerak bundan. Agar u munofiq bo'lmasa, mo'min musulmon bo'ladigan bo'lsa, yalqov odam qo'rqib tavba qilish kerak. Endi biz mana yuqorida aytib o'tdik, biz odamlarni qurolli harakatlarga, qurolli jihodga chaqirmaymiz. Insonlarning qo'lidan keladigan, qilishlari kerak bo'lgan, lekin qilmayotgan ishlarga chaqiramiz. O'sha qilmayotgan ishlaridan to'sib turgan narsa ularning yalqovliklari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida Rasululloh bilan birga ular jihodga chiqishdan o'zlarini orqaga tashlaganlar, shundan to'sgan yalqovlik. Mana shu yalqovlik mavzusiga kiritilgan mana shu so'zlar. Men o'zim ijtihod qilib aytayotganim yo'q. Yalqovlik mavzusi Nazratun Naimda qoralanadigan xulqlarning ichida bitta bob, shuning ichida mana shu oyatlar, mana shu jihod oyatlari, munofiqlar haqidagi oyatlar, hadislar keltirilgan. Demak, hammasi yalqovlikka bog'lanadi. O'shaning uchun bu narsani gapiryapmiz. Unga taqqoslab gapiryapmiz. Bugungi kunda sizlarni tinch mehnatga, halol mehnatga chaqiryapmiz. Darsga, ilmga, iymonga, harakatga, mehnatga chaqiryapmiz. Lekin shunga hammamiz barobar qatnashmayapmiz. Sababi o'sha. Va bu bizning mana shu holatimizni agar isloh qilmaydigan bo'lsak, yalqovlik dangasiligini olib tashlamaydigan bo'lsak, yaxshi ish bo'lmaydi oqibati. Yomonlashib ketaveradi ahvol. Yuqoridagi ogohlantirishlardan, ya'ni Alloh va Rasulining ogohlantirishlaridan ko'zimizni ochishimiz kerak. Bir darajada ko'tarilishimiz kerak yuqoriroqqa. G'ayratimiz jo'shishi kerak, oshishi kerak. Ham diniy ham dunyoviy sohada oldinroqqa yurishimiz kerak. Nimaga bugungi kundagi dunyoviy kasblarning tilini, ilmini bilmayapmiz yoki bilmayapsiz? Sababi nima? Sababi mana shu badnafslik, vallohu alam, yalqovlik. Boshqa sabab bo'lsa aytinglar. O'shani ham bartaraf qilaylik. Bizning tushunganimiz mana shu yalqovlik. Buni bartaraf qilish kerak. Shundan qutulish kerak. Ilm bor. Ilm qidirib topolmayotganlarni tushunib bo'lmaydi. Ular yolg'on aytayotgan bo'ladi. Yoki boshqa yo'lda yurgan bo'ladi. Besavodlarimiz ko'p, maqtanchoqlarimiz ko'p, shuhratparastlarimiz ko'p, amalparastlarimiz ko'p. Yolg'onchi, yalqovsirab amalparast. Yana amallarni istaydi u. Shuhratga erishishni istaydi u. Bo'lmaydi bu. Alloh taolo hammamizga o'zi tavfiq, hidoyat bersin. Har bir musulmon eng avvalo ilm oladigan odam bo'lishi kerak. Talaba ilm farzini bajo qilishimiz kerak. Ko'p odam, ko'p musulmonlar talaba ilm farzini bajarmaydi. Gunoh bu, birodarlar. Har kuni nimadir dars olishingiz kerak. O'zingizga o'zingiz shu narsani qoida qilib qo'yishingiz kerak. Nima kitob o'qiyapsiz? Nima dars olyapsiz? Muntazam, tartibli, ozgina, sozgina. Oz bo'lsin, soz bo'lsin. Doimiy bo'lsin. Toma ko'l bo'lur. Tommay qolsa cho'l bo'lur. Ancha-muncha joy cho'l bo'lib qolgan. Tommayotgan. O'ylamaydi uni. Harakat qilish kerak, dars olish kerak, ilm o'qish kerak, islom bilimlarini. Ustoz bo'lish kerak. Har bir odam o'ziga bir ustoz topib olsin. Dars olsin o'shanga oldiga borib. Tuzatadigan narsalari juda ham ko'p, o'qiydigan narsalari juda ham ko'p. Yoki ustozga toqat qila olmasa, sherik topsin. Ikki kishi bo'lib ham sherik bo'lib kitob o'qish mumkin. Turgan joy ustozga muhtoj odamlar bor. Turgan joyda ustoz yo'q. Marhamat, ustoz bor joyga ko'chib borsin. Yoki internet orqali dars qilish mumkin bemalol. Chet elda yashayotganlarning imkoniyatlari ko'proq. Tashqariga chiqib ketgan million odamlar, ancha munchalari bemalol sharoitlar bor. Bular nima ish qilishyapti? Bular yalqovlikni yelkadan olib tashlashlari kerak. Bular uyushishlari kerak. Bular ilm olishni va boshqa ishlarni kuchaytirishimiz kerak. Tashqaridagi odamlar. Javobgarlik, mas'uliyat
vazifalar ko'proq bo'lishi kerak. Tashqarida, xorijda, hijratda yurgan odamlar, Yevropada, Amerikada, boshqa joylarda yurgan odamlar erkinliklari O'zbekistonga qaraganda ko'proq bo'lgan, imkoniyatlari ko'proq bo'lgan odamlarning vazifasi ham ko'proq, ularni harakati ham, mehnati ham ko'proq bo'lishi kerak. Aql egalari o'zini aqlliman deb bilgan odamlar albatta bu narsaga jiddiy e'tibor berishlari kerak bo'ladi. Mana bu hadisni eslab o'taylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga ansoriylardan bir odam kelib yordam so'rab keldi, ya'ni moddiy yordam so'rab keldi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyingda biror narsang bormi dedilar. Ha, uyimda hilsun nalbasu ba'daha va nabsutu ba'd. Hils degan bir qo'pol, qattiq, g'adir budur mato ekan. Shu bor, shuni ba'zida kiyamiz, ba'zida yotamiz. Sholcha ya'ni. O'sha sholcha ham kiyim, ham bularga ko'rpacha, gilam, to'shak, yostiq, kiyim ham endi. Palto, kurtka va hokazo. Kiyim deganda nimani sizlar ko'zingizlar oldiga keltirasizlar? Palos deganda nimani ko'zingizlar oldiga keltirasizlar? O'shaning uchun aytayapman. O'sha bir g'adir budur mato bor ekan. Yana bir idish bor, suv ichamiz unda dedi. Shu ikkita narsa bor ekan, olib kelgin dedilar shuni. Keyin u odam olib keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu o'zlari qo'llariga olib jamoatni oldiga olib chiqdilar. Aytdilarki, mana shuni kim oladi dedilar. Keyin bir odam men olaman 1 dirhamga dedi. Yana kim ko'proqqa oladi, kim qo'shadi, kim oshadi, kim oshdi savdo. Bu mana islomda bor ekaniga bir hujjat. Keyin bir odam men 2 dirhamga olaman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni 2 dirhamga berdilar. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi yordam so'rab kelgan odamga 1 dirhamni berib aytdilarki, buni borib oziq ovqat olginda ahli ayolingga tashlagin. Keyin mana 1 dirhamga bir bolta olib kelgin, meni oldimga kel dedilar. Keyin odam borib 1 dirhamga oziq ovqat olib oilasiga tashladi va 1 dirhamga bir bolta olib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga keldi. Boltaning o'zi temir ya'ni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarini muborak qo'llari bilan yog'och olib kelib boltaga sop qilib berdilar. Keyin uni qo'liga berib aytdilarki, buni olgin dedilar. Izhab fahtatib va bi' va la arayannaka 15 yawman. Bor o'tin ter. Ya'ni bolta bilan sahroda o'tin kesib, yig'ib, o'tin ter va men seni 15 kun ko'rmayin dedilar. Odam ketdi, aytilgan muddat ichida ishladi, mehnat qildi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga keldi. Shu 15 kun muddat davomida 10 dirham pul topdi. Unga kiyim ham oldi, oziq ovqat ham sotib oldi. Bu hadisni Imom Munziriy va Abu Dovud, Bayhaqiy, Tirmiziy va Nasoiylar rivoyat qilishgan. Bu hadisni o'zingizlar bemalol sharh qilinglar, o'zingizlar bemalol ustida tafakkur qilinglar, qator xulosalar chiqarsanglar bo'ladigan hadis. Bu yerda endi aql egalari deganda oila boshliqlari, jamoat boshliqlari, mahalla raislari yoki imomlar yo mudarris yoki ustozlarga tegadigan joyi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgan ishlari. Ya'ni shu kamtarliklari bilan o'sha ikkita narsani qo'llariga olib ko'tarib, jamoatning oldiga olib chiqib shu narsani olasizlarmi deb o'zlari sotib berdilar. Keyin o'sha haligi boltani ham o'zlari hisoblab berdilar. Va uni ishga yo'llab qo'ydilar, mehnatga yo'llab qo'ydilar. Bu narsa ham ibrat. Ikkinchi bir ibrat tomoni oddiy odamlar uchun shunga haligi sahobiy xo'p bo'ladi deb ko'ndi. Talashmadi, nimaga unaqa, nimaga bunaqa, mana qilsa bo'lmaydimi? Ba'zan shu majlis vozini qilib soatlab talashib o'tib ketadi odamlarning vaqti. Bu fikrga kela olmaydi. Ichidan bir odamni bosh qilib bo'pti, siz bir yo'lni ayting, biz o'shanga yuraylik deya olmaydi. Odamlar talashaveradi, hammasi aqlli. Aql egalarida g'ayrat bo'lsin, mehnat, shijoat bo'lsin, atrofdagilarga o'shanga bosh qo'shish bo'lsin, atrofdagilarda ham aql bo'lsin, ularda ham. Hamma birlashib bir maslahatni bir joyga qo'yib, yaxshilarga ergashishni bilishimiz kerak. Ba'zan ergashishni istamaymiz. Yaxshi odamlarga, ishbilarmon odamlarning yoniga kelishni istamaymiz yoki bir yo'l ko'rsatsa yurishni istamaymiz, talashaveramiz. Zolim bo'lsa-chi bitta kofir bo'lsa-chi, bitta vahshiy bo'lsa-chi, davlat tepasiga o'tirib olsa yoki bir tashkilotga bir rais bo'lsa, pul topa olmasangiz, tirikchilikka o'tmasa borasiz o'sha zolimning oldida ish bor ekan, o'shaning korxonasi desa, borasiz,
ishga kirasiz, oyligingiz to'laydi, aytgan soatida kelib turasiz. Minutini to'g'rilab kelasiz, to'g'rimi? Oldin ham kelib turish kerak desa, bizda qoida shunaqa, 5 minut oldin kelib turiladi desa, kelib turasiz. Qatnaydi o'sha odam, masalan, ishga chiroyli, paragul qilmaydi. Doim ishga qatnaydi, lekin musulmonlar ishiga kelganda ko'rsataveradi. Musulmonlar bilan, birodarlar bilan jamoat bo'lib ishlanganda ahvol qiyin bo'ladi. Mana ko'p ishlar, xalqning ishi, mazlumlarning ishi, mazlum xalqlarning ishi, O'zbekistonga o'xshagan mazlum xalqlarning ishi. Ichida, yonida, ustida musulmonlarning ishi ham shu. Jamoatchilik asosida bo'ladi, birodarlar. Davlatchilik asosida emas. Haliga aytganimiz davlat uni ishini qilishadi. Zolim bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham. Lekin musulmonlar jamoatchilik asosida qilinadigan ishlarda hamma barobar qatnashmaydi. O'zini u yoqqa, bu yoqqa tashlaydi. Bu yomon narsa, birodarlar. Yaxshi emas bu. U davlat bo'lganda ezib ishlatardi. Zolim bo'lganda ishi bo'lmasdi hech narsa bilan. Bu ish deydi. Bo'ldi. Ibodatingni, boshqangni menga ko'ndalim qo'ymagin desa ishlab yurgan odamlar bor. O'shaqa tashkilotlarda insofmi bu? Buning sababi nima? Yoki darslar tashkil qilinsa barobar qatnashmaydi odamlar. Ha, boraman deb qo'yadi, bormaydi. O'qiyman, o'qimaydi. Vazifa berasiz, tayyorlayman, tayyorlamaydi. Yosh bola emas, katta odam. Bu nimadan? Bu yalqovlikdan. Bu nimaga olib boradi? Xorlikka olib boradi. Bu nimaga olib boradi? Bu qullikka olib boradi. Mana shu ahvol musulmonlar agar jamoatchilik asosida yaxshi uyushib, g'ayrat bilan ish qilishmasa, mazlum xalqlar ham ozodlik bo'lmaydi. Uni faqat zolim ishlatadi, zolim uyg'otadi, kofir uyg'ota oladi. U uyg'otmaydi, yozib qo'yadi, o'zi dikkillab yugurib boradi shu vaqtida. Ishga, o'qishga kech qolmasdan. Shu yaxshimi, birodarlar? Mana shu emasmi xorlik? Mana shu emasmi qullik? Biz o'zimiz kelishilgan narsani chiroyli bajarmasak, ahvolimiz o'nglanmaydi, ozodlikka erisha olmaymiz. O'sha zolimlar ketmaydi ustimizdan. Alloh taolo hammamizga insof bersin, tavfiq bersin, hidoyat bersin. Qalbimizga Alloh taolo nur ato qilsin. Yaxshi ishlarni yaxshi ko'radigan bo'laylik. Yaxshi odamlarga ergashadigan bo'laylik. Bunday yalqovlik, dangasalik kasalliklardan Alloh taolo o'zi xalqimizni, o'zimizni, birodarlarimizni, oila a'zolarimizni, hammamizni ozod qilishini so'raymiz. G'ayrat, shijoat, jasorat, mehnat, halollik hammamizga ilohim doimo nasib bo'lsin. Ayniqsa yoshlarimiz, farzandlarimiz g'ayratli, shijoatli bo'lsin. Yalqovlik, dangasalik kasalliklari ulardan ilohim uzoq ketsin. Allohumma hdina li ahsanil akhlaq va la yahdi li ahsaniha illa ant. Allohumma aslif anna sayyi'al akhlaq va la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.